Assalomu alaykum jondan aziz jonlarim. Hammalarga Qurbon hayit muborak bo'lsin. Hayitda hammalarga tinchlik, xotirjamlik, xonadoniylarga sokinlik, to'kin sochinlik tilagan holda mana hozir endi sizlarga bog'imiz bilan tanishtiramiz. Mana bu bog'imiz. Mana qurbonlik qilib mana yigitlarimiz nomerlarini qoldiraman. Qassob yigitlarimiz o'ng qo'llarini o'ynatib, shunaqangi chiroyli qilib qo'y so'yishdi. Hozir hammasini taqsimlab joylab berishadi. Yigitlar hormanglar, charchamanglar. Mana albatta kuzatishda davom eting. Oxirgi yangiliklar bizda bo'ladi. Hammani nasib qilsin, hammani yetkazsin. Alloh dargohida qabul qilsin. Mana shunaqangi qurbonliklarimizni dargohida qabul qilsin hamda savoblariga ega qilsin. Mana meni bog'im, meni fazendamga xush kelibsizlar. Mana bu bizni bog'imiz do'mmi tagida o'rik, olma. Mana bu yerda chiroyli o'tiradigan mana besedkacham bor. Albatta kechki payt mazza qilib, dam olib, salqinda mazza qilib o'tiradigan joy mana. Hammaga hayitlar muborak bo'lsin. Stolimizni qo'y so'yishga berdik, shuning uchun hozir stolimiz yo'q, xontaxta. Xontaxtamiz deganim, xontaxtamiz tashqarida. Albatta kuzatishda davom eting. Hozir qo'shnilarimiz chiqadi, yana sizlarga obzor qilaman. Mana meni bog'im, meni jonim, jahonim. Mana bu yerda anjirim bor, qaranglar. Bu yil ekdim, 1 oy bo'ldi anjir ekkanimga. Mana anjir hosilga ham kirdi. Qaranglar. Ko'rdinglarmi? Mana meni bog'im, jonim, jahonim. Mana meni bog'im, gullar. Hamma joylarimiz bog'u bo'ston, guliston deganlaridek. Mana shu bog'da men bo'sh vaqtlarimni o'tkazaman. Albatta shu bog'da gullarimni ekib, mevalarimni yig'ib, farzandlarim, nabiralarim mana shu yerda o'ynatib, bog'imdan bahramand bo'laman. Qanaqa sizlarga yoqdimi bog'im?